Birgachon o'sha Kamoliddin Rahimovni audio yozuvlarini tinglashadi va bu audio yozuvlarni yozilishida, qolaversa, tarqalishida o'zining katta hissasini qo'shgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Mehmonimiz Zayniddin aka Jo'rayev o'tiribdilar. Zayniddin aka, xush kelibsiz. Hozir aytib o'tganimizdek, siz bilamizki, Kamoliddin akani juda ko'p qo'shiqlarini yozgansiz, audio yozuvlarga. Qolaversa, 45 yil davomida ular bilan birga bo'lgan ekansiz mana shu ijodda. Qanday xotiralaringiz bor Kamoliddin Rahimov haqida? Marhamat. Kamoliddin akamni bir yaxshi odatlari bor ediki, mart oyidan to noyabr oyigacha Toshkentda ijod qilsalar, keyin noyabrda qaytib boradilar. Magnitosmesiga yozardik. 20 ta, 22 ta ashula sig'ardi. Shu boshlanishda Chustidan boshladik. Har yili bitidan chiqazganmiz. Chusti, Shuhi, Maxtum qo'li, Mashrab, ona to'g'risida alohida qo'shiqlar chiqazdik. Navoiy har yili bitta yangi kaseta xalqimizga taqdim etardik. Kamoliddin akam nihoyatda sabrli, bardoshli inson edilar. Aparatlarimizni yig'ishtirib, endi jo'naymiz deganda bir kishi kelardida, Kamoliddin aka ashulani shu palon ashula aytilmay qoldi desa, o'rnat aparatni. Darrov aparatni o'rnatardimda, yana o'sha odamni ashulasini aytib berardi. Umrlarining oxirlarigacha yollarda birga bo'ldim. U kishini hurmatlarini joyiga qo'ydik. O'z vaqtida u kishi ham mehribon otadek bizga nasihatlarni qildilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q unda insoniy yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q unda insoniy yurak. Istagimiz xoritay odil guvohim bo'l falak. El uchun, davrim uchun qalbimda ko'p ezgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik, salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik, salomatlik kerak.